Mana yana bir tayyor biznes, avtomobil tarozi. 120 tonnalik tarozi o'rnatib berganmiz. Biz hozir Andijon tumani Bo'zda yetib keldik. Akmaljon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz yaxshimi, tinchmisiz? Ha, rahmat, o'z qandaysiz? Yaxshi, rahmat. Bu yosh biznesmensiz, qanday bo'lyapti? Qachon qo'yib berdik sizga? Biz ishda aprelda boshladik. Mashina qo'yib berishdi. Kunlik tushum qanday bo'lyapti? Minimum Minimum 300 ming, 400 ming bor. 300 ming bor. Tak, 300 ming deb olsak, bir oyda bu bo'lyapti 9 million. Ha, işte. Yaxshi, yomon emas, zo'r. Ana tarozimiz qo'yib berganmiz. Aprelning boshidan beri ishni boshlaganlar Andijon viloyati Bo'z tumanida biza. Ana mashina keldi, Kia Bongo. Hozir mashinani chiqaramiz. Bekzod aka, mashinani chiqaring. Kia Bongo'ni o'lchaymiz. Kia Bongo'dan necha pul olyapsiz? 10 ming, 15 ming aka. Bular necha tonnasiga qarab olasizmi? Tonnasiga qarab. 10 tonnagacha bo'lsa necha pul olyapsiz? 15 ming aka. 15 ming. 20 dan 30. 20 ming, 30 ming boshqa. Aha, furra kelsa-chi? Furala 50 ming ishda qo'yiladi. Furra 50 ming. Ana Isuzu'ning kattasi chakmalar kelsa necha pul? Havola. Havola ham 50 ming, havola endi Isuzu'ning kattalar 25 ming, 30 25 ming, 30 ming. Zo'r. Mana Kia Bongo'miz kirib kelyaptilar. Hozir Kia Bongo'ni reysini o'lchaymiz. Mana. Assalomu alaykum. Shofirimiz tushyaptilar. Chistay vesini bilish uchun hozir. Shofir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Hozir tara qilyapsizmi? Yuklab berganmisiz? Yuklab bergansiz. Ha. 4620 kilogramm ko'rsatyapti. Tarozimizning indikatori va bu yerda yosh biznesmen yigitimiz Akmaljon yozib beryaptilar. Mashina gos nomeri va necha kilogramm chiqqanligini. Kunduzi kelib tara qilgan ekanlar, o'zi yukni bosib o'lchayaptilar. Taralari kunduzi 2620 kilogramm chiqqan edi. Bugun nimasi bilan birgalikda 4620 kilogramm, ichidagi yukni vesi 2000 kilogramm chiqyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Jami 4620, tara 2620, yuk 2000 kilogramm, 2 tonna degani. Avtoni raqami mana. Bugungi sana bilan 5 ton avto tara deb qo'yganlar. Mana. Bu yosh Akmaljonning telefon raqamlari. Kimga Andijonda taroz xizmat kerak bo'lsa, Bo'z tumanida bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizda mana bizning tarozimiz taroz klass tomonidan o'rnatib berilgan tarozi. Bu tarozida 15 yil kafolati bor. Kimga ham shunaqa tarozlar kerak bo'lsa, taroz klassiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Taroz klass albatta sifatli ishlaydi.